Toshkent viloyatida bolalarning yozgi dam olish mavsumiga tayyorgarlik ishlari o'z yakuniga yetmoqda. Joriy yil 5-iyundan boshlab viloyatdagi 34 ta oromgohdan 13 tasi ish boshlaydi. Bo'stonliq tumanida joylashgan Gulzor oromgohida yozgi mavsumni samarali tashkil etish bo'yicha seminar-trening bo'lib o'tdi. Seminarda Kasaba uyushmalari federatsiyasi, Toshkent viloyati kengashi, Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi, oromgohlar rahbarlari va mas'ul tashkilotlar ishtirokida yozgi mavsumni uyushqoqlik bilan tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Mazkur seminarda sohani mutaxassislari tomonidan ishchi xodimlarga va o'sha oromgohdagi tarbiyachilar, qolaversa rahbarlarga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlar berib o'tildi. Xususan Toshkent viloyatida bu sog'lomlashtirish mavsumi 5-iyundan boshlanishi rejalashtirilgan. Shuningdek, favqulodda vaziyatlarni oldini olish, qolaversa sanitariya gigiyena qoidalari, yong'in xavfsizlik qoidalari va boshqa qoidalar bo'yicha ham seminarda tegishli tushunchalar berildi. 5 mavsum davomida 13 mingdan ortiq bolalar oromgohlarda dam olishi rejalashtirilgan. Ularning maroqli hordiq chiqarishi uchun jami 1415 nafar pedagog, 204 nafar tibbiyot xodimi mas'ul bo'ladi. Bu o'quv seminari juda ham kerakli o'quv seminar bo'ldi, chunki ham ichki ishlar xodimlari bilan, ya'ni bolalarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida bo'layotgan masalalar hamda bolalarni ham tibbiy jihatdan bo'ladigan o'quv seminarlarni tashkil etilayotganligi juda ham zo'r bo'lyapti. Sababi, chunki biz masalan bosh tarbiya sifatida bemalol aytishim mumkinki, men tibbiyot sohasini ham ozgina bulardan hozir o'rganib ketyapman, chunki nimalarga e'tibor qilishimiz kerak, nimalar qilishimiz kerak bo'lganligi, qanaqa sanitariya qoidalariga e'tibor qilishimiz kerakligini o'rganib bormoqdaman. Bolalar bilan qanaqa ishlash kerakligi hammasini ishchi guruh tomonidan bizga o'rgatishmoqda hamda bizga ma'lumotlar bermoqda. Bu bizani yoz 2026 ni juda ham chiroyli o'tkazishga, ota-onalarni xursand qilishga xizmat qiladigan umiddaman va bunaqa o'quv seminarlar ko'payaversin va yoz 2026 eng zo'r mavsumlardan biri bo'lsin. Yo'l-patrul xizmati avtomobillari, ichki ishlar va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari mavsum davomida oromgohlarda navbatchilik qiladi. Xavfsizlikni ta'minlash uchun 26 nafar yo'l-patrul xodimi va 26 ta avtomobil ajratilgan. 184 nafar ichki ishlar, yong'in xavfsizligi va qo'riqlash xodimlari oromgohlarga biriktirilgan. 2026-yil o'sha yoz mavsumida bolalarni dam olishini xavfsiz tashkil etish maqsadida Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi va uning hududiy bo'lim va boshqarmalari xodimlari tomonidan viloyat hududida joylashgan 40 ta oromgohlar atroflarida xavfsiz hudud maxsus profilaktik tadbiri o'tkazildi. Bundan tashqari o'sha bolalarni xavfsiz holatda manzilga yetkazish, oromgohlarga olib kelish ta'minlash maqsadida ajratilgan barcha avtobuslar texnik ko'rikdan o'tkazilib, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari biriktirildi. Oromgohga eltuvchi yo'llar, ichki yo'llar hammasi, yo'l belgilari hammasi qatlovdan o'tkazilib, barcha aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilib, bolalarni qabul qilishga shay holatga keltirildi. Seminarda Toshkent viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi hamda sanitariya epidemiologiya xizmati mas'ullari ma'ruza qilishdi. Yo'l qo'yilgan kamchiliklar bo'yicha oromgoh rahbarlariga tushuntirishlar berildi. Seminar yakunida mavsum davomida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan o'quv mashg'uloti tashkil etildi.